Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz obunachilar, musofirdagi yurtdoshlar. Mana navbatdagi high-tech uslubidagi darvozamizni Tojikiston Respublikasi Sfara shahriga kelib o'rnatib berdik. Bu darvozamiz haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, stoykalari 8 ga 8 lik, profillari 6 ga 4 profil. Listlari 1.8 listda 2 qavatli bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Mana nержавейкалarigacha yopishtirib berdik, xudo xolasa, chiroyli qilib. Kiradigan joylari 8 lik shivlardan o'rnatildi. Stoykalarimizni stenalari 2 likdan bo'lyapti. Bu mana bu profillarimiz 1.7 lik stenada. Listlarimiz mana 2 qavatli shumkali bo'ldi. Mana bunaqa joylar nержавейка mana. Juda ajoyib holatda. Tepa qismlari ham o'zgacha high-techda bo'ldi. Zamoqlari ham har doimgi super zamok. Mana ochilib yopilishlariga baho berib qo'yaverasizlar. Juda ajoyib chiqdi. Arqa tomonlar mana xudo xolasa mana shunday tekis bo'lgan holatda bo'ladi, high-tech uslubidagilar. Ko'rishingiz mumkin. Mana bunaqa joylar sentr zamokda. Bitta qo'lda bemalol ochib yopilsa bo'ladi. Kimgaki shu darvozalar qiziq bo'lsa, albatta kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishlaringizni so'raymiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddamiz. Bu darvozamizda razmeri eniga 280, balandligi 3 metrga bo'ldi. Albatta qiziq bo'lsa bemalol bexijolat telefon qilaverasizlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.